Opa-singil o'sinlardan libos tikish buyurtmasini oldim. Mijozim onlayn orqali bog'lanib, qanday fason xohlayotganlarini tushuntirib berdi. Men esa ularning istaklarini inobatga olib, ishni boshladim. Libos tayyor bo'lib, mijoz kelib ko'rganda, aytgan birinchi gapi, o'ylaganimdan ham chiroyli chiqibdi. Bu so'zlar men uchun eng katta bahodir. Singil liboslarni kiyib ko'rdi. Opa kelolmadilar u ishlardan ortib. Ularning quvonchini ko'rib, o'z kasbimdan yanada faxrlandim. Ba'zida tayyor libosning o'zidan ham qimmatliroq narsa bo'ladi. Bu mijozning ko'zlaridagi quvonch va ishonch. Libosni ko'rib yuzda tabassum paydo bo'lganda, qilgan mehnatim behuda ketmaganligini his qilaman. Ana shunday lahzalarda tikuvchilik men uchun shunchaki kasb emasligini anglayman. Bu insonlarni xursand qilish, ularning ishonchini oqlash va o'z ishimdan faxrlanish imkoniyatidir. Mi pajarillo herido pide